1900 hamda 2000 dollar atrofida pensiya bo'lishi mumkin emas. Diqqat qiling. AQShda pensiya miqdori bir necha omillarga bog'liq, shu jumladan birinchi ishlagan yillaringiz soni, ikkinchi ishlab topgan daromadingiz, uchinchi pensiyani necha yoshda ola boshlashingiz, o'rtacha pensiya miqdori 2025-yilga ko'ra o'rtacha ijtimoiy miqdor ta'minoti pensiya Social Security taxminan 1900 dan 2000 dollar atrofida. Agar kimdir ko'p ishlagan bo'lsa va yuqori daromad olgan bo'lsa, maksimal pensiyasi 4800 gacha yetishi mumkin. Agar 70 yoshdan keyin boshlanishda olsa, minimal daromadi bilan ishlagan uchun esa pensiya 800 hamda 1200 dollar atrofida bo'lishi mumkin. AQShda pensiyaga chiqish yoshi, rasmiy to'liq pensiya yoshi hozirda AQShda 66-67 yosh va yoshiga qarab 62 yoshdan boshlab ham pensiya olish mumkin, lekin bu holda har oyda kamroq miqdor oladi. Agar siz AQShda ishlagan bo'lsangiz va green cardda sohibi bo'lsangiz, kamida 10 yil hamda 40 kredit ishlasangiz Social Security pensiyasiga haqli bo'lasiz, deyiladi xabarda.